Sizni ko'rgani borsam bo'ladimi? Voy, bizga domrabotnitsa kerak. Domrabotnitsa kerak, srochna 2 ta kvartira, $1200 oylik beraman, oylikka. Toshkentdan keladigan kerak emas, bizga domrabotnitsa kerak, srochna. Yotib ishlaydigan emas, shu yerda Istanbulda yurgan дополнительный работа izlayotganlar uchun. Assalomu alaykum, yaxshimisiz opajon? Yaxshi, rahmat, o'zingizlar yaxshimisizlar? Ish juda ham ko'p. Hamma vaqtim mana am bilan urushishga o'tib ketib qolyapti. Qaydaga musor bilan urushishga. Oshiqman qara, evaziga so'ramasdan. Ovqat pishirmay qo'ydi Jasmin opa. Vaqti yo'q, qachon ovqat pishiraman men? Men ishlayapman, biznes qilyapman. Biznesim ko'payib ketdi, etingning skraplarim chiqyapti, vaqt bo'lmayapti umuman. Tomosha qilaylik. Voy, tugagan odamni nima qilasizlar? Tomosha qilib tugab ketgan odam уже все. 3 ta farzandini oldiga klient olib kelib sikishadigan kosmetologni nima qilasizlar? 3 ta farzandini boshqa xonaga yotkizib qo'yib, klient primat qiladigan kosmetologni nima qilasizlar tomosha qilib? Bokira bo'laylik, sigaret chekishingizga kayf qilaman. Qiling. Makabir haqida ayting. Men bilmayman u haqida yaqinda deb o'tadi. Aeroportda ko'rib qolishdi bizni kargochilarimiz. Moskvada o'tibdi. Niluni ko'rsating. Qaboldingmi epilyasiya? Ha. Epilyasiya qildirib chiqishdi, lazerni epilyasiya. Voy, hozir yana qaytadan kirib, yana 20 minut yurgizmay, men tushdim yuzimga. Istanbulda bor bitta opa. Ketadigan odam kerak. Uyimiz yo'q, u xotinga joy berib qo'ygani. Ashtaqa. Aka bir naturalmi? Qayta natural bo'ladi opa. Unda men vobshe qiz bo'laman ekan. Hammam bor. U natural bo'lsa men qiz bo'laman unda. O'rtog'im bilan atrizdan olgandik. Hidi vashshi dahshat ekan, omad. Конечно, hidi korolevskiy. Korolivalarda hid keladi-da duhisidan ham. Jasmin duhilari parfyum duhisi bilan, spreyi bilan, kremi bilan $100. Kargo, margo, dastavka, mastavka yo'q. Shunday chiqarib olganiga, viloyatda bo'ladigan bo'lsa, viloyatga chiqarib olganiga taksiga pul to'laysiz, $100 to'laysiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Toshkent ichida absolutno besplatno. Uborka soatning ichidan nechigacha farqi yo'q. O'zingiz belgilab olaverasiz, nechidan nechigacha kelasiz, nechida ketasiz. Qozog'istonda qalay alsak bo'ladi duhilarimiz? Qozog'iston nomerlarini atmichatib qo'yaman. Primoy efir tugasin, atmichatib qo'yaman, ovolasdan. Duhi stoyki va shizor. Agar parfyum, duhi, krem ishlatsangiz, kiyimingizda kir yuvganingizdan keyin ham qolib ketadi. U stoyki qilib chiqarganmiz. Amerikada Shahlopa kosmetologdan olsangiz bo'ladi. Kamchatkaga kerak. Kamchatkaga hech bola kerak emas, u ketib bormaydi. Duhi bolalar ham sepsa bo'ladimi? Duhi bolalar ham unisex-ku.